Xayrli kun hammaga. Bugun mana bu qurib qolgan kalanqo'yamizni tuvagini almashtiramiz. Ana o'smay yotibdi tuprog'i. Juda ham qattiq kirmaydi qo'l. Suv soladi odam, suv kirmaydi. Juda ham tuprog'i yomon bo'lib ketgan. Tuprog'i yomon bo'lib ketgan juda ham tuprog'i yomon bo'lib ketgan. Даже suv o'tmaydi, mana ko'klardan suv o'tmaydi даже. Mana bu yog'i ham juda ham yomon bo'lgan. Kalanqo'y quriydi deb qolganda shu 70-30% yo'qotib bergan. Bu kesib chirinka qilganman. Hozir shuni o'tkazamiz. Qum oldim mana. Toza qum. Biyog'imiz. Ozgina chirinda ham qo'shganman. Endi tuvagini taxlab olamiz, yumshoqqina tuproq. Tozalab, mana bularni tozalab olamizda. Tuvagini taxlab olamiz hozir. Taxlaymiz, ko'rsataman yana sizlarga. Mana bu tuvakka o'tkazmoqchiman mana. Bu tuvagimiz ham eski bo'lsa ham yuvmadim. Yangi ichi bir marta ishlatganman, 2 marta ishlatganman. Ko'ramiz hozir. Buni tushirib olay qani. Chora nimaga bo'lib bunga? Nima bo'ldi bu bechorachaga? Qo'yamiz bunisini. Sizlarga yana ko'rsatib o'taman. Bu uzun video qilaman buni. Uzun videolarimga ham like bosinglar azizlar. Bu asarlarimiz olib qo'yamiz. Buni tomir qolmagan уже, tomir yo'q. Tomiri chirib ketgan. Tomir yo'q bu bechoraga. Qanday o'ssin bu? Endi bunisini ko'ramiz. Tomir yo'q. Tomir chirib ketgan. Ey, buni qarang. Chirib ketgan bu gulni qarang. Shunaqasi ham bo'lar ekan mana. Tomir yo'q, lekin bitta ham tomir yo'q. Churigan tomir. Churib ketgan tomir. Tomir yo'q. Gulini ko'ryapsizlarmi? Bitta ozgina sheridan suv olib turgan. Mana shu. Tamam. Boshqa вообще. Buni o'tkazib, buni kesib olib o'tkazamiz. Bu yangi tomir chiqarsin. Tomir qolmaganda chunki. Shuni ham tomiri chirigan. Hayronman. Даже bularni ham tomiri sog' emas. Tagiga shunday oldidan chiqqanlarni o'tkazib qo'yganman. Hammasini bir joyga to'playmiz bularni. Perchatkani ham yechib tashladim. Hammasini bir joyga to'playmiz. Yana barcha. Yo'q tomir. Bu keragi ham yo'q bizga, chunki вообще qo'l kirmaydi. Shunsalariz. Havo yo'q-da bunga. Havo yo'q. Havo yo'q. Bilchillab suv turibdi. Suv nima qilmaydi даже. Ocholmaydi даже odam. Ну, хорошо. Olib qo'yamiz buni. Bu yengilgina tuprog'imizga ekib olamiz hozir. Baqbachcha bizim bu kalanqo'yachalarim buni qarang.
tomiri büyügan, lekin sog'lom tomir yo'q. Tomiri bu büyügan, o'z aslida tomir qilgan, lekin sog'lom büyümagan. Hammasi chirib ketgan. Sog'lom emas. Hay. Men buni o'zi o'tkazib olaman, yana sizlarga ko'rsataman. Hozir buni tuvakka sololay. Ha, tuvakdagi drenaj yo'q. Drenaj o'rniga bunaqa yong'oqlar borku. Mana shuni solaman ko'pincha. Havo olib turadi. Hech narsa qilmaydi. Joy darajasiga. Qishloq desiga solamiz. Чтобы havo olib tursa bo'ladi, to'g'rimi? Tuproqda ham solib olaman hozir. Ikki olaman birato'la sizlarga ko'rsataman. Bularni ham o'rtasidan yulishga qaror qildim. Yangi tomirchalar chiqqan, o'sha yangi. Detgachalar ham chiqaribdi. Mana bu kichkina garshukchaga o'tkazib olamiz o'zi. Chiroyli qilib. Ana shularni. Hozir ko'rsatib o'taman yana. Biz bilan qolishni unutmang. Mana garshugimizga o'tkazib oldik kalanqoyalarimizni. Kalanqoyalar juda ham ko'p bo'ldi. Bunga ham o'tkazdim. Hammasini yuvib, tozalab, yaltiratdim. Bunga ham o'tkazdim. Mana tuprog'im polni almashtirdim buni. Hammasini tozaladim. Ana o'tkazib oldim kalanqoyalar hammasini. Shuncha kalanqoya bo'ldi. Nasib bo'lsa bular gullasa yana ko'rsataman sizlarga. Juda ham chiroyli bo'ldi. Havoli. Ha, bularni o'tkazmaslikka qaror qildim. O'tkazmadim bularni, chunki bularga bitta ham tomir yo'q. Juda ham eski. Juda eski. Eski bo'lgani uchun hech qaysini ham hammasini tashlab yubormoqchiman. Ko'raman yana. Mana bichora yangi chiqargan, lekin bitta ham tomir yo'q. Hamma tomiri chirib ketgan. Iloji yo'q. O'tkazmayman buni. Bizning kanalga qo'llab-quvvatlanglar, kanalimizga podpiska bo'linglar. Juda ham xursand bo'laman. Xursand bo'laman ham juda ham. Podpischiklarim ko'payibdi, muxlisalarim juda ham ko'payibdi. Bundan xursandman, albatta. Sizlarga juda ham gullarim ko'p, hammasini ko'rsatib o'tishga qaror qildim. Endi qanaqa gul eksam, sizlar bilan birga bo'lishib aytaman. Hammasini birga ekamiz birgalikda. Bilganlarimni bilganimcha o'rgatishga qaror qildim.